chiqdi. Men dedim, yaqinlashmang otajon. Endi biz bir-biriga qarshi ikki dunyoning odamlarimiz. Otam so'radi, nega undoq deysan o'g'lim? Men musulmon bo'lib Muhammadning dinini qabul qildim. O'g'lim, sening dining mening ham dinimda, dedi otam. Men otamning gaplaridan qattiq quvonib ketdim. Bunday bo'lsa, borib g'usl qilib, liboslaringizni poklab keling. Men sizga payg'ambarimiz o'rgatgan narsalarni sharhlab beraman. Otam yuvinib, tozalanib kelgach islomni bayon qildim. U kishi musulmon bo'ldilar. Xotinim ham shu tariqa islomga kirdi. Men bilan ko'rishish uchun oldimga kelganda, yaqinimga yo'lama, endi biz birga yashay olmaymiz dedim. Xotinim qo'rqib ketdi. Nega endi? Ota-onam sizga fido bo'lgur. O'rtamizda islom devori paydo bo'ldi. Men Muhammadning diniga kirdim. Siz nima bo'lsangiz men ham shuda, dedi xotinim. Men unga Zusharo suviga borib poklanib kelishni buyurdim. Zusharo Davs qabilasi sig'inadigan butning nomi bo'lib, undan sal nariroqda tog'dan sharshara oqib tushardi. Xotinim so'radi, boshqa dinga kirganimiz uchun bolalarimizga Zusharoning zarar yetkazishi mumkinligidan qo'rqyapsizmi? Jonim tasadduq, Zusharoing bilan qo'shmazor bo'l, dedim. Jerki buni. Jo'na odamlarning ko'zidan pana joyda g'usul qilib poklanib kel deyapman. Ana sen aytayotgan gungu soqov toshing hech narsa qila olmasligiga men kafilman. Xotinim poklanib kelib musulmon bo'ldi. So'ng Davs qabilasini yoppasiga islomga da'vat qildim. Ular bu dinga kirishdan bosh tortishdi. Faqat Abu Hurayragina sira ikkilanmay iymon keltirdi. Bu voqeadan ancha vaqt o'tgach, Tufayl Abu Hurayra bilan birgalikda Makkaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga keldi. Payg'ambar alayhisalom Davsliklarni nazarda tutib, orqangda nimani qoldirib kelding ey Tufayl deb so'radilar. Tufayl javob berdi: qora g'ubor qoplagan qalblarni va ashaddiy kufrni, Davsni fisq va fujur, jurm va isyon mag'lub etdi. Payg'ambar alayhisalom o'rinlaridan turib tahorat qilib keldilar. 2 rakat namoz o'qib duo qilish uchun qo'llarini ko'tardilar. Abu Hurayra aytadi: men qattiq qo'rqib ketdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qavmimni duoibat qilsalar, ularning halokatga uchrashi muqarrar ekanligini o'ylab achinganimdan bechora qavmim deb qo'ydim. Ammo u zot Parvardigoro Davsni hidoyatga boshla, Davsni hidoyatga boshla, Davsni hidoyatga boshla dedilar xolos. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'llarini tushirib Tufaylga qaradilar. Tihomaga qaytishni va qavmdoshlarini yumshoqlik bilan islomga da'vat qilishni tayinladilar. Tufaylning hikoyasi davom etadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib Badr, Uhud va Xandaq janglari bo'lib o'tguncha Davs yurtida qavmimni qo'limdan kelgancha islomga da'vat qildim. Payg'ambar alayhisalomning huzurlariga kelganimda men bilan birga islomga kirib, musulmon bo'lgan 80 xonadon bor edi. Payg'ambar alayhisalom Davslik musulmonlar ko'pchilik ekanini ko'rib xursand bo'lib ketdilar va bizga ham Haybar g'azotidan tushgan o'ljadan nasiba ajratdilar. Biz minnatdorchiligimizni izhor qilib, "Yo Rasululloh, bizni qo'shiningizning o'ng qanotiga qo'ying, shiorimiz mabrur bo'lsin" dedik. Makka fath qilinganida Payg'ambar alayhisalomdan Amr ibn Hamama avlodining Zulkaffayn nomli butini yoqib yuborishga meni jo'natishlarini so'radim. Payg'ambar alayhisalom Tufaylga izn berib, uni kichik qo'shinga bosh qilib jo'natdilar. Qo'shin manzilga yetib kelgach, mahalliy aholiga maqsadini oshkor qilgach, har tarafdan butparast yoshlar va keksalar, ayollar va erkaklar yig'ilib kelishdi. Ular kimki Zulkaffayn yomonlik istab qo'l tekkizsa, shu zahoti osmondan yashin tushib halok qilishini kutishardi va bunga qattiq ishonishardi. Tufayl esa xotirjamgina butparastlarning ko'z o'ngida ular Xudo deb topinayotgan sanamning tagiga o't qalab she'r o'qirdi. Ey Zulkaffayn, emasdurman senga banda, tug'ilganman sendan ko'ra ancha erta, kuling ko'kka sovururman men albatta. Olov gurullab yonib sanam bilan birgalikda Davs qabilasida shu paytgacha mavjud bo'lgan shirk qoldiqlarini ham kuydirib tamom qildi. Davsliklarning hammasi iymon keltirib islomga kirdilar. Yamoma muhorabasida buyuk sahoba Tufayl ibn Amr ad-Dawsi bir tomchi qoni qolguncha olishdi. Mislsiz qahramonlik namunalarini ko'rsatib, jang maydonida shahid bo'ldi. O'g'li Amr ham otasi kabi shijoat bilan jang qildi. Ko'p joyiga shikast yetdi, hatto o'ng qo'li kesib tashlandi. Shunday qilib Amr g'alabadan so'ng otasini va qo'lini Yamomada qoldirib Madinaga qaytdi. Umar ibn Xattobning xalifalik davrida Amr ibn Tufayl u kishining qabuliga kirdi. Shu payt taom keltirildi. Hazrati Umar atrofdagilarni taomga chorladi. Amr esa bir chetda qimirlamay turaverdi. Xalifa so'radi:
Sen nega kelmayapsan? Hoynahoy chap qo'ling bilan ovqatlanishdan xijolat bo'layotgandirsan. Amir tasdiq ishorasini qildi. Xudo haqqi, sen kesilgan qo'lingni taomga urib bermaguningcha men bir luqma ham olmayman. Oramizda tanasining bir qismi jannatda bo'lgan kishi yolg'iz sensan, dedi Umar radhiyallohu anhu. Amirning qalbida otasining vafotidan so'ng shahid bo'lish orzusi yanada kuchliroq alangalandi. Hijratning 11-sanasida ro'y bergan va musulmonlarning Rum qo'shini ustidan yirik g'alabasi bilan yakunlangan Yarmuk g'azotida Amir ibn Tufayl ham halok bo'ldi. Alloh taolo ota-bola shahidlarni o'z rahmatiga olsin.